Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz el uchun jamoasi qarshingizda birodarlar. Bitta misol bilan boshlayman so'zimni avvalini. Shifokorning vazifasi unga kelgan bir dardmand yoki kasalni davolash bo'ladi. Mashina ustasini bir vazifasi bo'lsa, unga kelgan ta'mirlashlik uchun mashinani tuzatishlik bo'lar ekan. Kim nimaga ehtiyoji tushsa shunga borar ekan. Xuddi shunday alhamdulillah Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, biz el uchun jamoasiga ham shunday bir insonlarni eshigini qoqishlik bir sababchi qilib qo'yganki, muhtojlar, kasallar, dardmandlar yoki qiynalganlar bizni doim eslab turishadi va bizni o'zlariga yordamchi deb biladi. Nafaqat bizni birodarlar, balki sizni ham. Shunday yordamchi qilib, shunday Alloh taolo qiynalganlarga ko'makdosh qilib yaratgan Alloh taologa avvalambor hamdlar bo'lsin va shunga sherik qilgan sizlarni ham Alloh taolo umrlaringizga, rizqlaringizga baraka bersin. So'zimni qisqa qilaman birodarlar. Bu kunga qadar biz el uchun jamoasi bir qanchalagan tadbirlarni, bir qanchalagan kasallarni, bir qanchalagan qiynalgan oilalarni xabarini olib kelib ishlarni davom ettirib turibmiz. Bir qanchalari videoga chiqqan, bir qanchalari chiqmagan. Shu kunga qadar ham bir qancha oilalarning xabarini olib, ehtiyojlarini qondirib, qiynalganlarning holidan xabar olib turibmiz. Bugun inshaalloh O'zgan shahridagi 10 ga yaqin oilalarda bizni qo'limizda ro'yxati bor akalarimizni. Shu ro'yxatni bir jamoamiz bilan birgalikda va siz bilan ko'makdoshlik qatorida xabarini olishlikni niyat qilib turibmiz. Kelinglar birodarlar, shu tadbirga biz bilan sherik bo'laylik. Balkim sherik bo'ling, balkim pul miqdorida, balkim yordam, balki oziq-ovqatda, ovqat bilan birgalashib qo'limizda paketlar bilan xonadonlarga kirib siz bilan xabar olishlikni Alloh taolo nasib qilsin. M-bank raqamlarimizni qoldiramiz. Ko'makdosh va yordamchi bo'lganlar bizga aloqaga chiqinglar. Farzandlarini xursand qilib, shularning qalblariga quvonch kirgizib, qorinlarini to'ygizib, shu tadbirga sherik bo'lishinglarni umididamiz. Yaqin kunlarda O'zgan shahrida 10 ga yaqin oilalarni birgalashib xabar olishlik tadbirini e'lon qilamiz. Raqamlarimiz, shotlarimiz ochiq. Biz bilan birga bo'lishligingizni tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.